Xayrli kun aziz obunachilar. Mana shu ko'rib turgan detalimiz katalizator Pradoga tegishli. 2 motor. Chek yongan 0.20 ashibga chiqqan. Datchiklarni alishtirib ko'rishgan. Короче, baminalar, switchlar hamma narsa alishtirib ko'rishdi ular. Ulardan emasligi aniq, chunki kompyuterchimiz katalizatordan deb aytgan, lekin bular quloq solishmasdan shunaqa rasvotlarni qilib tashlashibdi. Bularning narsalari, zapchastlari bilasizlar, arzon emas. Bitta babinasi ham pol-pul bo'lyapti. Biz buni xullas kalom diagnostikani to'shni qo'ydik, katalizatorni yechdik, katalizatorni ko'rdik, tepa katalizator erigan, maydalanib ikkinchiga tushgan, ikkinchi polniy zabitib viqilib qo'yavermagan, zo'rg'a yurgan. Gazni bo'lsa pis qilgan ovoz chiqadi xolos okalar. Bularni katalizatorlarni yangi qilib yig'ib berdik. K5imiz katalizator ham xuddi shu ahvol okalar. Bular ham katalizator viqilib qo'yavermagan, umuman 100 mingga yetgan probek. Mana Matizga ham xuddi shu ahvol. Mana bu ko'rib turgan katalizatorimiz Pradoniki okalar, ko'rib turasizlarmi? Ikkinchi shahs qanchalik qaynab erib ketgan. Assalomu alaykum. Mana shu Pradoniki aziz obunachilar, aziz ko'ruvchilar ham alishtirdik. Pradon mashinamiz alishyapti. Chekilgan katalizator erib ketgan ekan. Mana bu kollar, jentralar, hammasi datchik prime'ga kelgan bular, chunki mashina qaltiragan. Shunaqa chiqadi. Detonasiya ham juda ham kuchli, mana shu kollardan sassiqlar chiqqan. Bularning katalizatorlari prime'ga qilinadi yoki erib ketgan bo'lsa alishtirib beriladi. Olinmasdan uloqqa chiqib ekranlarda ko'rib turgan raqamlaringiz mana shu yerda qilinadigan ishlar hammasi yozilgan. Bu mashinalarning hammasini datchiklarini to'g'rilab prime'ga qilib, sensor datchiklargacha yuvib tozalab, kompyuter obnovleniyalar qilib, katalizatorlarni yangilab beramiz. Har qanaqangi mashinaga katalizatorlarning yangisi, rabochisi yoki xomashyosi bor okalar, ichiga turba qo'yib tashlagan yoki ichini premo qilib tashlagan holatlar bo'lsa ham olib kelinglar, uni remont qilib beramiz. Arzon, sifatli. 1 milliondan ja borsa 2 million, 3 millionga boradi, katta kichiklarga qarab katalizatorlar. Podpiska, like, отметка urib qo'yinglar, ko'proq odamlar ko'rsin. Skidkalarda mana shunaqa katalizatorlarni remont qilib, sensor datchiklarni yuvib beramiz.